Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs darslaridan birodarlar, sabablarni qoyim qilish manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Qazo qadar ga aloqador bo'lgan bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Taqdir, qazoy qadar. Alloh taolo bandalarning taqdirini hal qilgan, taqdirni bitib qo'ygan, undan oshig'i ham bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. Bu bizning e'tiqodimiz. Lekin bandalar o'zlariga bog'liq bo'lgan sabablarni qilishlikka mas'ul va ma'mur. Sababni qiladi, undan keyin qanaqa natija bo'lsa, alhamdulillahi robbil alamin deydi. Astagfirullah. Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Har bir narsaning asli manbai bizning dargohimizdadir. Biz u narsalarni aniq o'lchov bilan sizlarga tushiramiz. Rizqimiz Alloh taoloning huzurida, Alloh taolo tushiradi o'lchov bilan. Boshqa oyatda aytadi: Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Albatta biz har bir narsani aniq o'lchov bilan, taqdir bilan yaratganmiz, o'lchab qo'yganmiz. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Biz oyni ham toki u eski xurmo butog'i kabi egilib hilol holiga kelib qolgunicha bir necha manzilga belgilab, tayinlab qo'yganmiz, taqdir qilib qo'yganmiz. U belgilangan, taqdir qilingan o'lchovdan tashqariga chiqa olmaydi. Vallohu yuqaddirul layla wan nahar. Kechani ham, kunduzni ham soatlarini Alloh taolo belgilaydi. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Innalloha balighu amrihi qad ja'alallohu likulli shay'in qadra. Kim taqvo qilsa, Alloh uni u banda o'ylamagan tomondan rizqini yetkazib qo'yadi. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Albatta Alloh o'zi